Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabijan Allah. Men hozir sizlarga bir mühim nuqtalar to'g'riliq o'zimning fikrini o'rtoqlashmoqchi. Shunga hozir biz qarindoshlarimiz aramat bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunda bo'lsin men keyin ko'ygan qarindoshlarimiz xabar deb qolsa deb gapimni boshlab beraman. Bugun men to'xtalmoqchi bo'lgan mazmunim shu hozirgi Xitoy virusiga nisbatan Turkiyani asos qilgan, markaz qilgan bu bölgedeki qarindoshlarimizni bu krizisdan qanday shaklda qutuldirib chiqamiz, qanday shaklda yordam qila olamiz degan shaklda o'zimning fikrini o'tirib qo'ymoqchi. Bu krizis 3-oyning 11-kuni resmi Turkiyada paydo bo'lishga boshlagandan keyin, ya'ni Xitoyning virusi bu yerda shakllangandan keyin nurg'un qarindoshlarimiz jiddiy shaklda bununla qandaq yordam qila olamiz degan shaklda Dünya Uyg'ur qurultayini markaz qilgan. Mening bilishimcha 35 tashkilot qudaymi. Shularning butun dunyodagi Uyg'ur tashkilotlar birlashib bir Sharq Turkiston virus krizisiga yordam markazi deb bir markaz qurildi. Bu markaz jiddiy shaklda qarindoshlarımızga her devletin iyanı qilgan pullarni, hisoblarni to'plab bir şekilde tertiplab, hozir mening bilishimcha Turkiyada shu ehtiyoji var 2500 ga yaqin qarindoshimizni tizimlab ularni retga turg'izib chiqqan bo'ldi. Şuna bu xizmatlar tertipli ciddi işlendi qarindoshlar. İşlendi 1 milyonga yaqin TL pul toplangan bo'lsa-mu, gerçi 2500 ga yaqin ehtiyoj var qarindoshlarımızga nisbatan 1 milyon TL'ni 2500 ga bölsangiz 400 TL'den to'g'ri keladi. Hozir 3-oyning 5-idan boshlandı degan bo'lsak, 3-oyning 15-idan boshlab ish to'xtagan bo'lsa, 4-oyning 15-i, 5-oyiga kelib qoldi. 1,5 oy bo'ldi degan gap. 1,5 oy jarayonida qarindoshlar bir uyning kirasi eng tuvan Türkiye'de bir adamning eng tuvan chiqimi 1000 TL'den kam emas. Yo'q degan eng tuvan bo'lganda 1000 TL. Hem de hozir bu taqsim qilingan pullar taqsimlasak avamqidek 200 TL'den to'g'ri kelib qoladi qarindoshlar. Ailesi bağlığa çıkarak bergen bolsa-mu, berilse-mu, o'quvchilarga az şekilde berildi, çünkü o'quvchilarga bir necha adam bir necha birleşip uy elayotgan yoki bo'lmasa bir şekilde yatakta turayotgan bo'lganligi uchun bir şekilde yordam hisobida bunda tuvan şekilde berilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu berilgan 1 milyon TL bir adamga anglamoqqa nayt jiq pul bu. Va 1 milyon TL deb anglamoqqa jiq alındı. Lekin bunu bir yerdeki ehtiyojli qarindoshlarimiz bölgende abim deganimizdek taxminan to'g'ri keladigan pul soni 200 TL qarindoshlar. Belki 2500 dedik, onundan jiq bo'lishi mumkin. Hozir vaqt uzargan sari bu qiyinchilik nimasi texmi eshishi mumkin. Onun uchun bu bir 200 TL bilan ya 500 TL ya 1000 TL bilan bir oyni qanda, ikkinchi oyni qanday qiladi degan ahvol anandikin uyning ijarasi, tok su puli degandek ishlar birdamdilab ayning oxiridilab yana kelib qoladigan gap. Shuning uchun qarindoshlar, bunga ergishib bu krizisni hal qilish uchun mayli shu krizis markazi olsun, mayli dunyodagi tashkilotlar olsun, mayli Türkiye'deki asosli xizmat qilayotgan ilohiy jamiyat olsun, o'zining bütün qo'lidan kelish shaklida her taraflama tirishib, hattoki Türkiye hükümeti bilan aloqalashib, ko'chmanlar idorasidan bugungi mana xabarlarda tizimlab, Türkiye devleti tarafidan bir 300 TL'den yordam pulu berayotganligini anglayotimiz qarindoshlar. Eng tuvan bo'lganda bir 300 TL.
Endi bütün devletler bilyapmiz, Avrupa bo'lsin, Amerika bo'lsin, mayli Avstraliya, Kanada bo'lsin, bütün devlet o'zining moliya xazinasidan pul ajratib, o'zining fuqarolariga ishsiz qolgan, işte qiyinchilikda qolgan fuqarolarga mablag' ajratib, iqtisodiyotni ta'minlab, bir jiddiy qiyinchilikni hal qilyotidi. Türkiye hükümeti hem şundaq özünün xalqiga nisbeten meyli qazi valının qazini üsümünü almaslık, qazini keçiktiriş ve yardım hesabıdan 1000 TL olsun özünün puxralarına pul taqıtı vatıdı o qarindaşlar. Hem de bizning gerçi bir yerde bir xatirjam tura algan bolsak mı ama vatandaşlık bolmagan qarindaşlarımızga nisbeten kildigan teminat tövən buladı. Hem de hazırki bizning təxminen hesabımızda 30-40 ming Uyghur, İstanbul, Türkiye təvəligide yaşayotgan bolsumu, hazır qiyinchilikqa uchrab, jiddiy qiyinchilikqa uchrayotgan qarindoshlarimiz 3000 atrofida qarindoshlar. Bu 3000 atrofida qarindoshlarga abem deganimizdek Dünya Uyghur Qurultayının başçılığında bütün dünyanın har qaysi yerlerdeki teşkilatlar ve teşkilatların etrafındaki Uyghur xalqi, Şarq Türkistan xalqi özlügidən təşkilinib, özünün atığanlarını, gerçi aşağıda işidən qalğan bolsumu, ulunun turmuş təminatı, hükümetinin təminatı qarab qalğan bolsumu, aşı özü yeydigan, özü içivatqan, özü xərcləydigan pullardan qısınıb, Türkiye'deki qarindaşlarım muşunun üçün bir azraq olsunmu, muş 100 euronu, muş 100 dollarını, muşunun üçün bir aylık olsun bir sərfiyat qısın degan şekilde qısınıb, şu qarindaşlarımız şu yerden əvətib qılıvatıdı o qarindaşlar. Şu şekilde yığılğan bu 1 milyon TL olsun ve hazırki inşallah şu seferber qılıp aldığımızda ben Ramazan'a kirib bir 6. gününü turvatımız. Ramazan'ın bereketi bilen Ramazan'daki zakatlarımız olsun, doğru geladigan fitrimiz olsun veya ki özümüz kıldığan bir eksallarımız olsun, Allah rızalığını gözlep bir şekilde pullarımızı bir şekilde bir yerine toplap, meyli şahsi şekilde olsun, meyli kolektif şekilde olsun, meyli teşkilat şekilde olsun bir şekilde yetkizişke tirişiyotgan qarindaşlarımızı ko'ryapmiz. Hem de bu vaka yani Xitoy virusi bütün dünyani palaçalığa düşürüp iqtisodiyotni chekindirish, to'xtatish, her xil işsizlikni ayni anglayapmiz. Amerikada 22 milyon insanın işsiz qolganligini, şuna o'xshagan şekilde Avrupa ve başka ellarda mı nurg'un insanlarning ishidan kuchidan qolganligini anglayapmiz. Mushta palaçalıgan vaqtlarda hamda bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zining imkoniyatidan foydalanib har xil shaklda mushadiki qiyinchilik yo'liqqan Turkiya İstanbulni markaz qilgan Pakistan, Afg'oniston bo'lsin va o'zi biladigan Misrdagi qarindoshlarımızga bir seferberlik to'lqini qo'zg'ab bir şekilde abim degandek o'zining shu nafsini qisib turib shu şekilde qarindoshlarga qo'ldan kelishicha yordamlarni qilyotdi. Ben bu yerda bu qarindoshlarimiz uchun Cenab-ı Allah'tan bu qarindoshlarımızın bergen 1 TL, 1 eurosuga Allah 1100 etse avutup berişini, şundak şekilde qaytarıp berişini Cenab-ı Allah'tan tileyme. Allah hamında razı olsun. Şundan birge biz bu ceriyanda men yoluqqan nurgun naitdi icabi vakalarını kördüm, şahit oldum. Mesela Facebook'ta küzüşümce meyle Abdülaziz diyen bir kardeşimiz var. Safaköy'de, İstanbul Safaköy'de oturduğun yaş inimiz. Seferberlik bilen şu yüzünün etrafında yığılgan, havalı kılgan pullardan şu kardeşlerimizge meyle göç olsun, meyle un yağı olsun, meyle nan olsun, ihtiyacı kartta bir şekilde hizmetlerini kılgalığını gördük. Ondan başka Asya Uygur, Xandan diyen sınırlarımızdan mı bir şekilde özgüden teşkilinip şu havalı kılgan qarindaşlarımızdan amanetini del joyiga yetkizganligini gördük. Ondan başka Ürümçi birligi diki qarindaşlarımız G'ulji Meşrep, Qaramay, Kucha, Aqsu qatarlıq nahiye ve şehirlerdeki qarindaşlarımızın çoğu özlüğüden teşkilinip bu jarayonda şu birliklerge, şu kollektifge havalı kılgan iqtisatlarını olsun, yoki yordamlarni olsun, del joyiga tekkizish bilan birga bägüçü bilan ağuçu o'ttirsiz ko'riklik o'ynab hisob kitobni ochiq qilganligidek ishlarga shohid bo'lyapmiz qarindoshlar. Demak,
Bu kriziste, yani bu krizdeki yardım işlerinde biz halkımızın meyli bazı şahsi hesabını algan qarindoshlarımızdan Facebook'ta cemaatga üzünün muşu tutkan meyli fatura olsun, meyli төлep bergen, meyli başka hesabatları olsun, yakımız algan pulun cuğlanmasının hesabatını halkımızga közütüş şekilde olsun. Naitti. İnçki hesabatlarını kördük. Bu nima degende bu bir halkımızga bergen, şu pul bergüçüge bergen bir cevap. Pul bergüçü, gerçi bunu sen ne işlettin, nima iş kıldın dep sormagan bolsumu, gerçi aşı pulni ağıcı adam men muşini muş şekilde sizin amanatınızda mana belki adamın ismini kösetmesimi lekin bir şekilde onu mehbiyetlik oğalıqtın qagan işletke orunni ve qagan çıkımını çoğu nemi işletkenini ina şekilde qağanlığını körevatımız. Ben bir yerde alayda tılgılıp ütüdüğün muşu üzem hem yakındın bu şekilde şahit olan Ürümçi birligideki qarindoshlarımızdan ki 158 ailege yardım qilganligini ko'rdim ham anladım. Andan keyin qilgan umumiy yordam summasi hozirgacha 160 ming TL qarindoshlar. Andan keyin G'uljidagi G'ulji mashrabning bu atrofdagi qarindoshlar 200 necha oilaga qaratganligidan xabarim bor. O qarindoshlarimiz loyiq şekilde bir yordam qilganligini anladik. Ama qanchalik son sifirlarini onu egallashga bulamadım. Ama Qarmayninki özümüz şahit olganligimiz uchun 18 ailege hozirgacha 18 ailege yordam qilganligi, yordam qilgan pul umumiy summasi 19.435 TL yordam qilganligini anladik. Undan keyin yana boshqa qarindoshlarimizdan Kucha, Aqsu qatorliq shahar va noiladagi qarindoshlarimizning atrofidagi o'zi biladigan shu qarindoshlarimizning qo'lidan kelishicha mayli uyning fatura deydiganimiz mayli gaz tok suvni olsun mayli shu qarindoshlarimizning ehtiyojiga asosan yoki bo'lmasa qilolganiga asosan bir şekilde qiyinchiligini yeniklayotganligini ko'ryapmiz. Bu yerda hamda Hilal Ay jamiyati asosliq bosh bo'lib xizmatlarni qilayotganligi uchun bu Hilal Ayning vazifasi emas qarindoshlar. Bu Hilal Ay jamiyat faqat yangidan qurilgan bir jamiyat bo'lganligiga qaramay izchil turda xalqimizga açlık, yemek, içmek ve başka teminatlar cihetdə ve taki hükümetten alaldıgan bazı bir yardımlarını çoğu yetkizişte körüklük rol oynayatıdı. Bunun başka meylim şu şehir boyunca Yakummusa hem de bu Ürümçideki qarindoshlarimiz yana birini eskertip qo'yay qarindoshlar. Ürümçi birlikdagi qarindoshlar shaxsan Ürümçidikiligida qildi, Qarmaydikiligida qildi deb o'ylab qolmoqlar. Ürümçideki qarindoshlarimiz Ürümçilik ailesidan boshqa o'zi biladigan qiyinchilik bor. Boshqa yurtdagi qarindoshlarimizni yordam qo'lini so'zganligiga shohid bo'ldik qarindoshlar. Shunga bu yerda tashkillangan shaharlarning jutlarnikini jutvozlik qildi yoki bo'lmasa kichik doirada chiqish nuqtasi qildi deb mandaq shaklda o'ylanmaydi. Bu yurt shaklida chiqimiz, masalan men Qarmay shahrida bo'lgan bo'lsam, Qarmay shahrida kimning qanday shaklda o'tgan, qanday shaklda qiyinchiligi bor, uning tunishim va uni yaqin bilganligim uchun men o'zimning atrofidagi qarindoshlarimga avval ularning ahvolini so'rashim, ularning bilan izchil turda ko'rishib, ahvollashib turg'achqa ularning hol ahvolidan xabar olishim bek muhim deb qarayman. Shuna o'xshagan shaklda men o'zimning Qarmaydan boshqa hech qanday men tunmayman emas. Men Qarmayimdan boshqa otishimning olsun, G'uljamning olsun, mayli qayshani olsun, qo'limdan kelishimdan yordam qilaman degan nuqtada chiqish qilayotganligi uchun bu yerda yurtvozlik yoki bo'lmasa bir şekilde yurtning bir tashkillanganligini yaxshiga vasila bo'lish uchun mayli yurt bo'yicha tashkillansin, mayli mali bo'yicha tashkillansin, qanday shaklda tashkillansin, ammo bir yaxshilikqa vasila bo'ldi ekan, uni cho'qim chavaqchalib olqishlashimizga to'g'ri keldi qarindoshlar. Andaqchikan, mamadaqchikan deb uni do'pki yechib oldirmay, to'xtabdi. Ma qarindoshlarimiz ma shaklda chiqish nuqtasi qilib yetibdi, ma shaklda harakat qilib yetibdi. Buni biz qo'llaylik. Buning uchun biz destek olaylik. Buning uchun biz yordamchi olaylik desak, nayt yaxshi bo'ladi. Amal va bir narsani salbiy tarafdan ko'zlamay, ijobiy tarafini oldimizga kelib turib, ijobiy tarafidan foydalansak, nayt yaxshi bo'ladi. Salbiy tarafiga uninkiga
tanqid tarbiya bersak bo'ladi qarindoshlar. Shunga yaxshilikning amal va qaysi shaklda tashkillansin, mushadiki qarindoshlarimizning qiyinchiligiga malham bo'ladi ekan, qiyinchiligimizga bir yordam shaklda oldiga chiqadi ekan, yordam shaklda bir harakat qildi ekan, fidokorlik ko'rsatdi ekan, uni qo'llab quvvatlasak bo'ladi. Ba'zi bir yetishilmasa yoki bo'lmasa bir ahvol bo'lib qolib qolsa, uning darhollam ijtimoiy uchur vositalarida oqchi ko'kchi yo andaqchi mandaqchi deb bir shaklda bular ulug'ay kulida va yoki har qanday vaqtlarda bo'lsin bir yomon shaklda, salbiy shaklda fikr qilmay, ijobiy shaklda fikr qilishga tirishsak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Hammamizning umidi mushu qiyinchiliklardan qanday o'tish va bu qiyinchilikdagi ziyonni eng tuvanchaga tushirish, bir şekilde özümüzün kuludan kilişiyor bir hareket qilishni nişan qılaylik qarindoshlar. Onun için yana bir ta'kidlab qo'ydiğim qarindoshlar. 20 yakshanba kuni 26-islam bir qarindoshimiz bir e'lon chiqadi. Ya'ni ushur verdi. Facebook'ta ushur qilib, men börekimni satmoqchi, börek ehtiyoji bor qarindoshlar meni aloqa qilishinglar degan bir shaklda bir e'lonni ko'rib, hammamiz nihoyat hayron qoldik, nihoyat bu qanday gap bo'lib ketdi? Bu nima uchun bu narsani chiqadi degan shaklda nihoyat nima deb tushundirsak bo'ladi. Chiqib qabul qilolmadik. Nima ish bunday bo'ladi debchi? Nima ish bir Uyg'ur bir shaklda bunday shaklda hech kim o'zining yaxshi ko'rgan a'zosini, o'zining jinini bika-bikadan tuyuqsizlam bir shaklda bir taqdim qildim yo setib etdim, undaq qildim deyish bu oson gap emas qarindoshlar. Shuninglar bilan birga bu kelib chiqqan buni deyishning sababi nima degan savol tunji qitim mening kallam keldi. Bu nima uchun bunday deydi bu bola, bu inimiz yoki bu o'g'lonimiz nima uchun bunday gapni qiladi? U bolaning kallasiga bir narsa ta'sir qildimi yo psixik turoqsiz bo'ldimi yoki bo'lmasa iqtisodiy va boshqa besimlar bu bolani biroz tizbukdadimi? Nima uchun bunday shaklda narsani deb qoladi degan nuqta kallam kelganligi uchun darhol bu bola bilan aloqalashgan bo'ldik. Aloqalashib ahvol egallash jarayonida bolaning psixik jihatda, ro'y jihatda besimga uchrab bir shaklda mayli qazning besimi, mayli og'riqning ko'zi og'rib ko'rish quvvati tuvalliganligi sababdan andishishi bo'lib, hamda bu shaklda bunday bo'lib qazligini qilaversam bir şekilde bunun qutuluş tarafını izley degan şekilde ciddi açığı kelgende bir şekilde bir işliğe hata cevap yoki hata inkaz qaytarib qolgan o'xshashlam ro'y besim tupaylidan bu bola shuni nima qilishga yezishga sabab bo'lib qolibdi ki o'zining xato qilganligini bir şekilde fikrlash jarayonida buni yeshgan bo'ldik. Demak, bu yerda har bir narsa o'tirib chiqsa qarindoshlar, uning sababini so'rashimiz kerak. Agar u mumkin mishadi bor, mavhum adam bo'lmasam, rasmiy adam bo'lsa, buning bu da'vatqan bu degan masalani zodi nima? Buni oq ko'rinishi nima? Bu shaxsan buni nima qilib bir şekilde bir xalqning ishini og'irtishmi yoki bo'lmasa bir o'tkaldan o'tishmi yoki nimadan qutulish buning maqsadi degan narsani yaxshi tushunib, oddiy shaklda bir telefon bilan ahvol egallab, ma'lumotda ekan deb diagnoz qo'yib etmay, yuzturani ko'rish shaklida uning ichki dunyosini amal bor bir bilishga tirishsak, ichki hasratini, ichki dunyosidagi bir tushunchalarini anglashga tirishsak, vaqt versak, her qanday ishlar yeshilib ketadi qarindoshlar. Shunga bu inimizmi o'zining xato qilganligini bir shakldagi kelgan ba'zi bir qaz so'lash olsun yoki bo'lmasa kuzdagi ba'zi bir alomatlarning ig'ir bo'lganligini ro'y besim jihatda texmo endikib ketganlikdan bu narsa qilib qolganligini, xato qilganligini nima qilgan bo'ldi. Demak, o inimizni bir yaxshi niyatlik qarindoshlarimiz ciddi doktorxonaga o'rlashtirib tekshirish orqali ko'zida cho'ng masalaning yo'qligini, yollig'inib biroz ko'rish quvvatiga ta'sir bo'lganligini doktorning natijasida nihoyat ijobiy yaxshi natija chiqqanligidan suyunganligini, anandan keyin doktorning bergan dorisini ishiltib inshaalloh shundan bir saqayib ketsa degan umidda bo'lganligini
so'zlagan bo'ldi. Buni anglab nayt xo'shal bo'ldik. Demak, bir qarindoshlarimiz bir masalaga uchraganda biz amal bor. Bizde bir gap bor, maqal tamsir. Buğday nening bo'lmasimi, buğday so'zing yo'qmi debchi. Biz qarindoshlarımızga bulupmu mushu hozirgi busug'imizga Xitoyning virusi kelib qolgan, hayotimiz tahdid ostida nima qilib qolgan, o'zimiz uyga sulinib, talog'i chiqish, erkin harakat qilish, mayli tijorat qilish, ishlash, bir erkin faoliyat qilish cheklimizga uchrayotgan, uydim ichimiz sirlab tug'an, ro'yi bisim, iqtisodiy bisim, siyosiy bisim, vatanning zulm uchrayotgan bisimlari yurgimizni nayt laxt qilayotgan bugungi kunlarda biz aldirab bir qarindishimizga hayt duyt deb ko'ngli gazar vermay to'tapdi. Bu qarindishimizdan avval nereden neyce? Bunun derdi nime azat? Bunun derdi rast etmi, yalgan etmi? Bu derdini bir anlayıp deb anan dinkin şu derdiga qarta özümüzden fikrini, özümüzden akıllık, yoki fuquluk, yoki qarindoshlik mehr muhabbetini yetkizsek nayt yaxshi deb o'ylayman qarindoshlar. Shuning uchun bu hozirgi krizisni hal qilishning bir choralari ustida o'zimning izlanganlarini har birlariga deb qo'ymoqchi. Birinchisi biz mayli bulapmi hozir iqtisodiy yordam asosligi shu Yevropa, Amerika, Avstraliya, Kanada qatorliq davlatlardan qarindoshlarımızdan yordamidan kelyapti. Bo'lsa bu yerdagi qarindoshlarimiz qaytadan bir tashkillanib, o'zining zakat fitrlarini bir şekilde yana yakka ve kollektiv holatda qarindoshlarimiz bilan bir ulashtirsa, bo'lsa bu yerdagi mush fursatda uning oldida qarindoshlarimiz nashqitim o'tirib qo'ygan. Bo'lsa qarindosh oila rishtasini bog'lasak, mayli Yevropadagi, Kanadadagi 2-3 aile birleşip bir ailenin ödüsünü çıkamdı. Ya olmasa bir ailenin ödüsünü çıkamdı. Az şekilde ben yardım kılalayım, ya ben bir yetimle bakalayım, ya bir ailenin bir aylık ya 2 aylık çıkımını ben götüreleyim. O çıkımını götürüşten başka şu qarindoshlarımızın ruhi cihette psixikasiga mi yetekçilik kılalaydıgan, ana dikinço ballarının o'qishig'imi yetakchilik qila oladigan va o'zining tajribalari, hayot tajribalari bir şekilde undaq bir vatandagi urug' tuqqanlar bilan aloqa qilishayotgan qarindoshlarimizga nisbatan har jihatda undaq so'rgan savollari bo'lsin, qiyinchiliklari bo'lsin, bo'lmasa tushkunlashgan vaqtida buni dad'adan anglashqimichu undaq bir şekilde bir assalomu alaykum deb bir telefon kelib qilib üzülüp qoldi deymi qarindoshlar. Üzülmeyen bolsa gepimni davom qilaverman. Bir şekilde bu aloqani bog'lasak. İkinciden bo'lsa mush qarindoshlarimizningki hamda Turkiyada qanchalik davom qiladi? Janoballoh oson qilib bir ko'tarib o'ta. 5-oyning yana 7 kuni gacha tugutishni planlayotdi. Yana hozirgi mundaq qamal qilishni, karantin qilishni, elib o'tishni planlayotdi. Shunda bo'lsa-mu to'xtab qolmaganda qarindoshlar. Er kishi bor ailaga hech kim qarindosh. Yo'q, er kishi bor ailaga mi qilish kerak. Chunki bu miyada abam deganimdek mayli iqtisodiy jihatdan emas, biz ruhiy jihatdan yordam qila oladigan shaklda bir qilsak, ayolimiz bolalar ayollar bilan aloqa qilishadigan, yetim bolalarning 2-3dan yoki 5-6dan bir şekilde aloqa qilishib bundaq bir ödüsüden chiqadigan bir şekilde olsa cemi 3000 aile olsa, 3000 aile emas. Buningda 1200'den 1500gacha o'quvchi bor qaynanglar. 1500 aile deyli. 1500 aileye men şu dünyanın her yerinden bir 1500 adamı çıkıp qilishi mumkin qarindoshlar. Bir şekilde bir muşlunun ödüsüden qarindoshlarımızdan aile bağlantısını şekillendirip bunun da hem qarindoshlik mehr muhabbeti aşıdı hem vatan bilan aloqa uzlagan diken bir şekilde aloqa şekilde urug' tuqqandoshlik
nimemizni, eriştiğimizni bağlap, Yevropadan İstanbul'a seyahat kelgende şu qarindoshlarimiz bilan bir hamdastixon bo'lishib, bir fikrlashib, yilda bir oylik ta'tilimizda kelgan vaqtlarimizda mishada mundishib, paranglashib chiqib ketsak, yurtimizga kelsak nihoyat yaxshi bo'ladi. Ballarimiz ballar bilan tanishish orqali bo'ladi. Ulu ballar qarindoshlar bo'ladi, do'st bo'ladi, aloqani bo'ladi qarindoshlar. Ham Uyg'urchani yo'qotmaydi. Bizning Uyg'urchimiz ajrashib ketmaydi. Şuna bilan birga oila rishtasini bog'lash bilan birga anandan keyin bo'lsa mushu o'tgandan keyinmi qarindoshlarimizga har shaklda mayli ish deb beramdiq, mayli har xil kasblarda tarbiyalashga yordam beramdiq. Qanday bo'lmasin, mush qarindoshlarimizning hayoti normallashgandan keyinmi ha bo'ldi seni ishing tugdi deb tashlab etmay, u shakldagi ishlarga yordam berishga her jihatdan bir özümüzden koldan kilişçe yardımımızı ayımısak, fikrimizni, teklifimizni ayımısak, bu nesle bu kıyınçılıklardan kurtulup gidelim kardeşler. Fakat hemimiz meyli şahsi halatımızda olsun, meyli kollektif halatımızda olsun, meyli teşkilat halatımızda olsun, kandak şekilde olsa bir şekilde ben kılaycı deydiğen niyet bir dosya ağlarımızı tüt beşimiz birleşip mi bir aileni ben bilmişim ama çıkaycı degan şekilde qilishsaqmi bir şekilde de iqtisod jihatdan emas. Men da'vat qilaman, mayli ro'y jihatdanmi, urug' tuqqandoshlik munosabati, qarindoshlik munosabati bilan bir şekilde yordam qilayotgan, qilsak bo'ladi. Yordam qilayotgan bu anda ishni davomlashtirayotgan qarindoshlarimiz bor. Alloh razı olsun ulardan. Bu şekilde ishlarni kengaytsak, yaxshilarni texnik kengaytsak, doirasini artsak, muşu aldızlıkta muşu kıyıncılıklardan bir ötkelden ütep kessemiş karındaşlarımız anan dikin abiyam kadar roy cihetten zerbege uçurmaydı. Roy cihetteki nesle kanda buludu desanlar iqtisadi besim qaz olgan dikin qazın söyleş bu şekildeki besimler bula ve gensire insanın psikolojisi bozulduğun gepço. Toxtattıraya dep anan dikin buyurkimni satama, jurkimni satama, u bu degan gaplar o'tirg'i chiqib qolgan gap şu an. Şu an bunda masala o'tirg'i chiqqan vaqtida bir buni tartiblash, buni bir şekilde hal qilish choralarini izlashimiz bek muhim qarindoshlar. Mening bilishimcha yana nurg'un qarindoshlarimiz kallasini, iqtisodini bir joyga kelib, bu şekilde qanday qutuldirmish qarindoshlarimizni, qanday şekilde yordam qilamiz degan fikir talablarda, izlanishlarda bo'layotidu. Bu izlanishlar kengri umumlashsa, kengri atrofli xizmat qilishga tirishsak, izlansak, amal va mush qarindoshlarimizni bir şekilde mush oldimizga qiyinchiliklarni o'tkazib olish bilan birga, bundan keyingi ishlarimizda texmo bir mush qarindoshlarımızga yordam berish deganimiz xizmatni ve ya ki ruhi cihetten ve ya ki her cihetten kulumuzdan kildiği yardımını bir ortaklaşsak degan ümitde qarindoshlar gaplerim sal çoğalçaqlashib ketdi, tarqalib ketdi çünkü abi telefon kelib biraz nimamni cheshib qo'ygan bo'ldi qarindoshlar. Shuningga men bugun mushuniki so'zlasam bo'lsa mush qarindoshlarimiz bilan yig'ib aytganda mushu zakat fitrlarimizni bir araya kelib yana bir şekilde qarindoshlarimizni yordam nimasini bir kengaytib yana bir kuchib etsak, shuni bilan birga öyle qarindosh oila qurish ishlarini o'zimizning imkoniyati, o'zimizning doirasi bo'yicha buni izlansek bo'lsa bir şekilde boshqa shartlarni hammamiz Alloh rizoligi uchun shuni asos qilsak, andan keyin xalqqa yordam berish, xalqqa bir fidokorlik ko'rsatish nima bilan bo'ladi? Shartsiz bo'ladi chu. Bu Alloh rizoligini ko'zlab qila olsak, nayt yaxshi bo'ladi. Ammo men qildim maliga, manda malingdan manda javob olaman, xalqdan meni manda qilsin desak vaqtida toza to'g'ri bo'lmaydi. Xalq mush yaxshi qilganlarga faqat rahmat to'nini kiydirsin. Rahmat to'nini kiydirsin. Shu to'yin bilan u insonlar dunyo oxiratda uning foydasini ko'radi. Ama bana bir do'ppi kiydirsin, bana bir chapan kiydirsin, man niyat bo'lib qolib qolsak, vaqtida o niyat toza yaxshi bo'lmay qoladi.
Şunun için qarindoshlar, yana aldığımız günlerde başka bir şekilde fikirlerimiz olsa, ortaklaşsak bolsa, muşu ulug' ay, ulug' kunida turyapmiz. Naiti yaxshilarga vesile bo'lishga Allah her bir yaxshimiz uchun o narsa, nurg'un mukofotlarni Allah tayyor qilib turadigan bir oyda turyapmiz. Bu naiti Ramazan, naiti ulug' ay, bereketlik ay qarindoshlar, savob, ibodat qiladigan ay. İbadetimizden vakti en uzun bir ayga doğru keladi. Ettigen tazı. Hazır ağzımız ettik ta ki gün patlışı bu arlıkta ağzımız ettik Allah ibadet kılıp duruvatımız. Muş ulug' ay, ulug' günlerde her birimiz yaxşı kılışık tırışsak, yaxşı intilavsak, muş yaxşılarını bir şekilde kılıvasamçı dep, muşu bugünümüzni, hazırımızını çın fırsat tutsak. Ben kilacılık kılıttım, kila ay kılıttım dep, nisi kılmasak. Çünkü nisi kılsak, onunla Allah Teala ömrümüzü vermeye kılıp kalsa, vaxtida o dünyaya quruq verip qalamiz. Şunun için Cenab-ı Allah'tan muşu yardımga, muşu yaxşılıkka vesile olan barlıq qarindoshlarımızga Allah'tan rahmet, günahlarını mağfiret kılsın Allah'tan dileymen. Allah hemimizin işimizni asan kılsın. Bir qarindoshlik, mehr, muhabbetimizni ağzımızda emas, əməliyyətimizdə qılalaydı Allah'dan kılsın. Şu arada ağzımızda dolaydı Allah emas, əməliyyətimizdə qılalaydı Allah'dan kılsın. Şunun için bir-birimizge duada yada düşüp turaylı qarindoshlar. Bizim sizlarning duoyangizga ehtiyojimiz var. Şundan birge her birimizni muş yaxşının vesile bulduk Allah'tan kılsın deb gepimni oxirlashtirma. Hammanglarga Cenab-ı Allah'a tapşırıp. Assalamu alaykum ve rahmetullah.